Assalomu alaykum. Men ismim Ayub. Qadam Education'da 8-guruh o'quvchisiman. 3 oylik kursni, ya'ni o'sha qishda boshlagan kursimni 31-martda oxirida tugatdim. 4 oyga mo'ljallangan kurs edi. Kurs davomida o'zimga kerak juda ham ko'p ma'lumotlarni to'pladim. Bundan oldin ham o'zi bilimlarim bor edi. Ya'ni kursga yozilishimdan maqsad o'sha bilimlarimni yanada rivojlantirish, foydali ma'lumotlar olish edi o'zimga. Kursdan menga eng yoqqan, ya'ni modulli vizual va target bo'ldi. Chunki target bilan vizualda juda ham ko'p ma'lumotlar yoritib berilgan. Nega aynan Qadam Education'ni tanladim? Ya'ni nega aynan onlayn o'qish tanladim bu sohani? Birinchisi, ya'ni onlayn darslar har doim siz yoningizda bo'ladi. Xatga borishingizdan qat'iy nazar, u darslarni xohlagan paytingiz ko'rib, agar bitta-ikkita ma'lumotlar esingizdan chiqadigan bo'lsa, uni yana qaytadan ko'rish imkoningiz bor. Bu birinchi foydali tarafi. Ikkinchi foydali tarafi, kuratorlar har doim aloqada bo'ldi men bilan. Ya'ni qanaqadir savollarim bo'lsa, vazifalarda qiynalsam, hammasiga yordam berishdi. Keyingi bo'lgan o'zgarish menda, hatto kursni davomida bo'lgan o'zgarish, men o'zimni kiyim brendimni boshladim. Mana shu kursni o'qiganim turtki bo'ldi menga. Ya'ni Instagramda o'zimni kiyim brendimni yurg'izishni boshladim. Unda o'sha har xil vizuallar, targetlar o'qib ko'rdim. O'sha kursda o'rgangan bilimlarimni hammasini o'zimni proyektimga ishlatdim desam ham bo'ladi. Ya'ni o'zimni bitta proyektimni boshladim. Undan keyin ham proyektlar chiqishni boshladi, lekin hali proyekt olganim yo'q. Hali ham kuratorlarim bilan aloqadaman. Hali ham menga proyekt tanlashda yordam berishyapti. Menda o'zi aytganimdek, kursni sotib olishimdan ham oldin bilimlarim bor edi, lekin yetarlicha emas edi. Ya'ni kursni ko'proq proyekt olishdan ham ko'ra ko'proq men o'zimni proyektlarimga, ya'ni yaqinda o'zimni ham vlogimni yurg'izish niyatim bor. O'shalarga ishlatish ko'proq, ya'ni proyekt topib daromad qilishdan ham ko'ra ko'proq o'zimga ishlatish, ya'ni o'zimni kiyim brendimga va o'zimni yaqinda boshlanadigan vlogimga yurg'izish, ya'ni kursdan o'rgangan bilimlarim. Kursni, ya'ni SMM kursini hammaga maslahat bergan bo'lardim, chunki hozirgi paytda hamma hech bo'lmasa o'zini kamida bitta Telegram kanali bo'ladi, bo'lmadi deganda Instagram, Facebook profillari bor. Kursni sotib olgan odam ham daromadga chiqishi mumkin, ham o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni chiroyli yurg'izishi, ya'ni odamlarga qanaqa qilib hayotini yoki qanaqadir biznesini yaxshiroq yoritib berishni o'rganadi. Aynan nega Qadam Education'ni tanlashlarini bo'lsa, men ham narxini hamyonbopligi, ham darslar juda ham tushunarli. Darslarni qayta-qayta ko'rsangiz bo'ladi. Kuratorlar bilan har doim aloqada bo'lasiz. Menga Qadamni eng yaxshi ko'rgan, ya'ni eng yoqqan tarafi mana shu bo'ldi. Qolgan platformalarga qaraganda.